Бортовой экскаватор Sumitomo 50. Bu o'rtadagi salligini qo'yamiz. Xo'sh, dafshi video davomida ko'rsatib boramiz. Bizni kuzating. Xo'sh, prujinacha bilan bu shariklari bu silindrni qo'yamiz. Ko'p hollarda chiqib ketadi bu haligi. Nima deydi bu? Prujina. Biz ham shu prujina chiqib ketganligi oqibatiga biz polnistni yechdik. Bu birinchi marta bu ish bilan shug'ullanayotganlarga ya'ni qulay. O'ynash kerak bu. Bu mana shunday ozgina qotib qoladi. Burama bilan bunday ozgina ursangiz amortizator bo'lib qoladi bu. Xo'sh, ikkita shaybasini qo'yamiz. Sharikini. Xo'sh, usto, keyingisi. Yo'qni qo'yamiz. Birinchi bor yo'qni qo'yamiz. Hop. Hoppa, joyiga tushdi. Sal qanday? Zo'r. Keyingisi. Bu podyomnikka qo'ying. Qarang, shariga tushishi kerak. Ya'ni shariklar bu yerga ketadi. Bu yerga ikkita silindr joyi qo'ydik. Tushganda mana shunday o'ynab turish kerak. Darsh yana ketdik. Keyingisi. Shayba qo'yiladi. Bularni bu yerda ikkita salnik bo'ladi. Biz olib yangi zakaz qildik, zanga olib keldi. O'z salnikni qo'yamiz. Mana salniklarni qo'yib oldik. Endi joylashtiramiz. Buni farqlarini bilish kerak. Mana bu shaybasini Sumitomoga zo'r qilganki, mana bu ushlab turadi. Boshqalarga toki haligi solidor qilmasang ushlab turmaydi. Chappa aylantirib qo'ygan payting tushib ketaveradi. Xo'sh, hozir buni joyiga qo'ytiramiz. Ozgina biz shoshilamiz. Birinchi mana bular qo'yib bunga kiydirib olinadi. So'ngra birinchi o'chiradi bu silindrlar, nasos bajaruvchilar yuboriladi. Mana burimizni ham joyiga tushirib oldik. Endi buni qo'yamiz. Ustoz shefu. Men ko'rsatim. Xo'sh, mana bu teshiklar bunga to'g'ri kelishi kerak. Bularni hozir krishkasini qo'yamiz. Mana salligini ham qo'yib oldik. Xo'sh, endi krishkani qo'yamizmi? Davay. Mana krishkasini tashlab ko'rib, bu tushadigan palistan joyini tayyorlab oldik. Xo'sh, bu prujinalarni qo'ydik. Prujinaga e'tibor qilish kerak. Har ikki tarafini ikki yonboshida ona bola deydi. Ya'ni ikkita ishma-ish bo'ladi. Xo'sh, krishkani qo'yib oldik. Tagidagi prujinalar ozgina zazor bilan ushlab turibdi. Buni bortlari o'zi tortib oladi joyiga. Xo'sh, mana qotirib bo'ldik bu yon tomonini. Bunday aylantiramiz.
birinchi rezinkasini qo'yamiz. Xo'sh. Böyle. Keyin kirishkasini ustidan bosing. Rezinkani bunga kiygizib turib, keyin joyiga qo'yamiz. Shuna qo'ying. Ustidan bosing. Tushish kerak. Bosing, qatorroq bosing. Munossanlik bilan bu nimasini qo'ydik. Qachon shaybasini endi polni kiygizamiz. Hop. Joyiga tushdi. Bo'ladi. Endi haligi kalson olib kelamiz o'tkazish uchun. Bitta gayka. Endi buni shu turish burab turib qo'tiramiz. Xo'sh, mana bu kalsosini tashladik, rezbalik. Buni hozir bosib turib yaxshilab qisish kerak. Buni kalsosini rezbalik boltini, gaykasini qo'tiramiz. Ozgina urib. Shunda amortizator berayotgan rezin joyiga tushadi o'zi. Qimirlamay qoladi. Buni ikki yon boshiga shestigranlik boltlarni qo'tirib olamiz. Bu yoqiga ham bitta, ikki dona bo'ladi o'zi. Ochgan payti mana bular urib qo'yilishi kerak. Ikkinchi marta ochilgan payti ham bu zavodga urib qo'yilgan, чтобы tagdagi stopper chiqib ketmasin. Yana bir bor urib qo'yish kerak. Shaybasi bo'ladi. Birinchi qo'yiladi-yu, keyin shu holatda joyiga tushiriladi. To'g'rilab oling. Krivoy turibdi. Shu tarzda hammasi qo'yib chiqiladi. To'rtalasi qo'yib bo'lindi. Undan so'ngra o'rtadagi звездочка qo'yiladi. Xo'sh. Qo'ying. O'rtadagi kalsa qo'yiladi. Xo'sh, bu shuruplar o'ziniki emas, o'ziniki sarvat bo'lgani uchun biz qayta joyini ochib, boshqa mana atverka bilan tanlanadigan shurup olib kelganmiz. Xo'sh, kalsonni qo'tirib bo'lgandan so'ng buni qo'yamiz. Joyiga tushdi. Hoppa. Keyin o'rtadagi o'qi. Xo'sh, bu yerda tepadagi shaybasi. Shu. Endi stopperini qo'yib kirishga qo'yiladi. Shu.